Bizi akvariumda emas, bizi $6 million villadamiz. Bu villani sizga to'liq obzorini qilib beramiz. Siz bo'lsa kommentariyda yozib qoldiring. Shunaqa villa $6 million ga olgan bo'larmidingiz? Bu villani polniy dizayn, interyer dizaynini va mebellarini Bentley kompaniyasi qilib beradi. Bu mana shunaqa uyutniy spalningiz bo'ladi. Mana bu yoqdan televizor tushadi-da, maza qilib televizor va baliqlarga qarab yotasiz. Hamma narsasi ichida bor. Bu yoqda spalnimiz uchun o'zimizda alohida garderobimiz bo'ladi. Xohlasangiz o'zingiz yashaysiz, xohlasangiz buni arendaga berasiz. Arendadan yaxshigina daromad beradi. Endi sanuzel qismiga o'tamiz va yana eng muhimi, bu villa shundoq Maldivaga o'xshab suvni ustida suzib turadigan villa bo'ladi. Bunga faqatgina yaxtada kelinadi. Mana shunaqa ko'rib turganingizda belosnejniy sanuzelimiz bo'ladi. Har bitta detali juda ham muhim, mramordan qilingan bo'ladi. Ikkinchi spalnimiz uchun alohida sanuzel, har bitta spalnida alohida bo'ladi. Dushovoy kabinasi bilan avtomatik ishlaydigan unitazlari bilan bu yerga o'tamiz. Bu yoqda gostivoy spalni qilib ishlatsak ham bo'ladi. Bu yerda ham o'zini akvarium oynasi bo'ladi. Endi tepaga chiqamiz, alishamiz joyga-joy. Bizda spalnilarimiz aynan pastki qismida bo'ladi. Bu yog'idan tashqariga chiqamiz. Birinchi bu yog'ini ko'rsatamiz. Bentley qanaqa mebel qilib berishni qarang. Mana polностью Bentley kompaniyasidan bo'ladi. O'tirib ovqatlanadigan zonamiz, oshxonamiz, vstroyniy hamma texnikasi bilan, холодильник, hamma narsa bor. Bu yoq tomonimizda mana bular ham kojaniy bo'ladi. Endi garderobimizni ham ko'ramiz va mana shunaqa garderob, polniy hamma narsamiz sig'adigan. Bu yerda ham alohida sanuzel, bu sanuzelimiz даже dushovoy kabinamizdan dengiz vidi bo'ladi. Dengizga qarab, maza qilib cho'milsak bo'ladi. Endi dalsha zalni obzor qilishni davom etamiz. Eng qiziq momentlari, eng zo'r tomonlari. Qaranglar, bu yoqda mana bu eshiklar ochiladi, xohlasanglar eshiklarni ochib qo'yamiz. Mana bu yog'ida zal qismimiz, maza qilib o'tiramiz. Televizorlar tepadan tushadi. Televizor ko'rib, buni скорее всего men ocha olarkanman. Kuchim yetmaydimi dedim, kuchim yetar ekan. Bu yoqda bo'lsa bizani nastoящий Maldivimiz, maza qilib Bentley mebellarida o'tiramiz. Men bu yoqga choy, kofe damlab olib, bu yoqda bo'lsa yotamiz. Bu ko'taradi. Men kablogim tiqilib qolmasin, o'shaning uchun tushmayman. Ayollarni to'shab olamiz, ustiga yotib olamiz, maza qilib. Xohlasak shundoq dengizga sakraymiz, dengizda maza qilib cho'milib, bu yoqga yotib olib, zagar olamiz. Hozir bizga zagar kerak emas, lekin. Bizani villamizni tepa qismiga ketamiz. Villamizni bu yog'i yana sanuzel, bu tepada mehmonlar uchun. Bu yoq tomonda bizani o'zbek tilida aytganda letniy terrasa, letniy kuxnya. Bu yoqga stol-stullarni qo'yib, har xil tug'ilgan kunlar, nimadirlar o'tkazayotganinglarda отдельный shkoflari bilan birga mana bu polniy ochiladi. Oynalari kupayning hammasi. Bu yoqga chiqamiz. Katta terrasamizga bu yoqda jakuzimiz bo'ladi. Jakuzini to'ldirib olib, mana bunaqa jakuzida cho'milib chiqib, yotib olib, hayotda muammolari haqida mana shu joylarda o'ylashga nima yetsin. Bu yoqda даже tashqarida mana bunaqa dush bo'ladi. Cho'milib olishinglar uchun.
Mana shunaqa bizani suvdagi villamiz, mana bu yog'iga qarashingiz mumkin. Bu polniy suvda turadigan villa bo'ladi va juda ham chiroyli vidlar bilan har bitta villamizni hamma Dubayga qaragan vidi bo'ladi. Siz 6 million dollarga olgan bo'larmidingiz? Bu villamiz 27-yil 1-kvartalda tayyor bo'ladi va pulini tayyor bo'lguncha bo'lib qisman to'lasak bo'ladi. Aloqaga chiqing agar sizga shu villa yoqgan bo'lsa.